Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Toshkentning eng so'lim joylaridan Navoiy prospektining bir so'lim joydamiz. Navoiy muzeyining atrofidamiz. Bir so'lim bir koshonada Nazmijon aka Jabborov bilan suhbat qilmoqchimiz. Bu suhbatdan ma'no shuki, kelajak avlodga ozgina bo'lsa ham bizni bir yordamimiz bo'ladimi yo fikrlarimiz bo'ladimi? Nazim akamdan biz intervyu qilishdan maqsad shu qanday shu qilib shu darajalarga yetishdingiz degan bir savol bilan men murojaat qilmoqchiman. Biz uchun Nazimjon aka juda ham bir yuksak sozanda. Sababi ustozoda, juda ham bir ulug' ustozning farzandlari bo'ladi. Qolganlari mana o'zi davom etadi. Shuning uchun men hozir mamnuniyat bilan Nazimjon akaga so'z bermoqchiman. Marhamat Nazim aka, endi siz o'z storiesda qolaversa mana shu bugungi kunda nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Qanday ijodlar bo'lyapti? Shular to'g'risida bizga tushuncha bersangiz. Rahmat. Unjon taklif uchun rahmat. Rahmat. Umuringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Endi olib qarasak, bizni xonadonimiz o'zi sozandalar, bastakorlar xonadoni bo'lgan. Ustozodasiz. Ustozoda. Ulug' bir inson farzandlari. Dadam ham san'atkor bo'lganlar. Opadan ham xalq artisti bo'lganlar. Dadam ham xalq artisti. Komiljon aka Jabborov farzandlari. Jabborov. Meni akam ham sozanda edilar. Xudo rahmat qilsin. Kozim akam ham sozanda ham xonanda edilar. Bir necha yil umrlar davrida Bahor ansamblida ishlaganlar. Butun Yevropani kezib chiqishgan, bahorda ishlagan paytlar. Meni o'zim ham san'atga kirib kelishimga asosiy sababchi meni pochcham Tilish ekan xo'jam berdi. Changchi ustozimiz bo'ladilar. Birinchi menga cho'p ishlatgan, o'sha notaga qanaqa o'qish kerak o'rgatgan odam Tilish ekan xo'jam berdi bo'ladi. Juda yaxshi inson edi. Xo'jam berdi Tilish ekamga meni ikkinchi opam tushgan edilar. Pochcha bo'lardi. Pochcha bo'lar ekan deydi. O'sha Tilish akam juda mehnatkash sozanda edilar-da. Kuchli sozanda edi. Shu mehnatkash keyin kamtar odam edilar. To'g'ri. Dadam bilan ikkalovi orkestr, Don akam orkestrda ishlashardi. Televideniyada ham ishlardi keyin bo'lgan. Boshida radio komitetda Doniyor Zokirov nomidagi hozir bo'lib qolgan orkestrda ishlashgan dadam. Shu Nabijon aka, Sayjon Kalonov, Anjon Toshmatov, butun ustozlar hammasi o'sha joyda ishlashgan. Mahmudjon Yunusovlar, Orif Qosimov hammasi o'sha yerda ishlashgan. Ilgari ishlagan paytda sozandalar eski hamma ustozlar ishlashgan. Shu davrda keyin Tilish akam ham studentlik paytlarida Don akam orkestrga ishga kirgan ekanlar-da. Keyin davr taqozosi bilan endi bir kun biznikida ham asboblar turardi uyda. O'sha asboblarni juda mehnatkash deyapman, ertaman 6da turib shug'ullanardilar. Ustiga bunday duxoba yayib qo'yilardi-da. Cho'pni ustidan urib cholardi. Chang ustidan o'sha nimani yopib turib, material yopib turib keyin cholardi. O'shanaqa cholardi. Ovozni nima qilish uchun? Ertamanda hammaga xalaqit qilsin deb shug'ullanardi. Shuni tomosha qilib, havas qilib. Bu ham ko'pchilik bilmaydi. O'sha Tilish akam ham eng zabardast sozandani shogirdlari bo'lganlar. Fozil Haratov degan. Haratov eshitganman. Juda ham kuchli sozanda bo'lganlar. Butun dunyoni Tamara xonim bilan o'sha kezib chiqishgan. Navoiy teatrida ishlaganlar, umr bo'yi sozandalik. Fozil Haratov dadalari Matyob Haratov, bular ham hammasi o'sha tarixda qolgan insonlar. Eski ustozlardan. O'sha Tilish akam ham shularda o'qigan, halidagi mehnatkashliklar ertamanda turib shug'ullanganlarni ko'rardim-da, havas qilib bir kun radioga ketishgan dadamning ikkovlari soat obedda 2da qaytib kelishardi. 2da qaytib kelishguncha bir chang ko'raychi deb duxobani ochib qarasam cho'p turibdi. Sekin olib cholyapsan. Qiziqdimda. Boshlangan.
o'sha qonda bor ekanda qiziqish Albatta, bo'lgan. albatta. Haligi joyda keyin chopga urayotgandim. Bilmay qolibman-da. Tilash akam ham, dadam ham juda sozga nima edilar. Nima deydi? Birovga soz bermasdilar. Ha. Dadam ham skripkani yog'i chay bering desa bizga ham bermasdilar-da. Tilash akam ham shunaqa. Men sozga tegib qo'ydim, xijolat bo'lib ketdim. Tilash aka dedim, men nima qilib o'tiribsiz dedilar. Men mana shunaqa bir ko'p cholyotgandim desam, cholavering, o'tiring, nimani cholyapsiz dedi. Qani? Men sulug'im bor va qonda bor uchun Albatta. tanavorni chop beribman o'sha paytda. Tanavorni chopsam, sizni nimangiz, qobiliyatingiz bor shekilli. Sizni o'qishga Ular biladi-da, ular bitta qarashda biladi. o'qishga kirib qo'yaymi deb qoldilar. Bo'ldi, mayli dedim. Desam, endi radio shu paytda juda qaynagan payt, radio televideniyani ansambllar, nimalar, orkestrlar. Tilash akamni vaqtlari bo'lmay qoldi-da. Bir oshnam bor edi, rahmatli ham o'tib ketdi. O'sha oshnamdan mahalla turardik. Dizilnida Xalq filarmoniyasi degan joy bordi işte. O'sha yerga borsanglar dedi, ichida ham muzika maktabi bor edi. O'sha yerga topshirsanglar bo'ladi dedi. Hujjatlaringlarni dedi. Keyin shu bilan bordik, hali oshnam bilan borib qarasak, haqiqatdan yerda o'zbek xalq cholg'u orkestri, simfonik orkestri, rus orkestri, baletniy shkola, butun hamma yo'nalish bo'yicha bor ekan. Oldin tomosha qildik, rosa maza qildik tomosha qilib. Endi havas bor-ku, o'rganishga shoshilyapmiz-da biz. Hali joyda kelgan Tarlib degan odam direktor ekan, shu odamga kiringlar dedi. Oldiga kiruvdik, kelinglar dedi, mana shunaqa biz kirmoqchimiz shu yerga desak, dokumentlarni mana narsalarni tayyorlab kelsanglar dedi, olamiz dedi. Nima cholasan sen dedi. Dedim, men chang cholaman dedim. U o'rtog'im rubob cholardi. Keyingi safar hamma hujjatlarni to'g'rilab kelib olib kiruvdik. To'xtashib tur dedi. Domlalar endi o'sha yerda bor ekan. O'sha paytda Abdurahim aka degan domlam bor ekanlar. Men endi tanimayman, birinchi ko'rishim. Shu Abdurahim akam changchi ekanlar. Changchi Ahmad akam o'quvchilar ekan, uni ham bilmayman. Ahmad Odil. Ahmad Odil. Keyin kuchli domla. O'shalarni oldiga olib kirdi. Qani o'tiringchi dedi. Chang bor ekan, cho'p bor ekan, cholishni bilasizmi dedi. Bilaman. Tilash akam o'rgatmaganlar, notani ham cholishdi. Ungacha endi 6 oy shug'ullanganman. Shu bilan qani cholinchi dedi. Nimani cholay desam, nimani bilasiz? Tilash akam rahmatli, hali Ahmad akam Petrosyan bilan chiqargan nota kitoblari bo'lardi. Chang uchun maxsus chiqarilgan. O'shaning ichida italyancha polkalar. Bo'lib ko'rganman. Chiroyli chiqqan. O'sha kitobdan ichidan italyancha polkani men cholib Tilash akamga, Tilash akamga ko'rsatganman, eshittirib ko'rganman. Yaxshi cholyapsiz deganlar. Shuni hali muzika maktabida cholib beruvdim. Abdurahim akam aytdilarki, dedi, siz qayerdan bilasiz notani? Bilasizmi? Cholyapsiz uni. Dedilar, men dedim, mana shunaqa Tilash akam o'rgatganlar menga birinchi cho'pga. Zo'r ekan dedi. Siz kelavering. Dokumentni ham keyin topshiraverasizlar dedi. Shundan xursand bo'lib chiqdim. Hali o'rtog'imni ham To'lash aka degan odamda bo'lardilar. Umarov. O'sha To'lash akani eshitib, ular ham yaxshi ekansan, rubob kelsang ham olamiz. Xullas ikkovimiz kirdik. Cho'la kirdinglar endi. Kirdik. Muzika maktabiga. Muzika maktabiga. Keyin 6 oy o'qidim-da, hammasi bor. Isroil o'rtog'im ham 6 oy o'qidi. Yanvarda borganmiz, iyulda uchilishi, Hamza uchilishisida imtihon bo'lar ekan. Ahmad akam har yili o'sha xalq cholg'ulari orkestrini, sozandalarini tekshirib chiqarganlar. O'sha xalq nimasida, filarmoniyasida. Kelib qoldilar. Shug'ullanib o'tirdik. Muzika maktabiga kelib qoluvdilar. Keyin Ahmad akam kirdilar-da, dedi Abdurahim dedi, o'quvchilaringizdan tasini eshitaylik dedilar. Dedilar, endi bitta men o'sha paytda birinchi shogirdlarimman Abdurahim akam. Keyin Ismatullayev degan domla. Hozir hayotlar borib
ziyorat Uzoq qilib bo'lsin. turamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. 86ga kirdi. Mana qarang, ulug' yoshlarda Ha, ekan. o'sha Abdurahmon akam aytdilar, qani o'tiring dedilar, choy bering dedilar. Italyancha pulkani choy beruvdim. Murojaatni ham cholganman ungacha. Ahmad akam oddiy, voy dedilar, bu bola tayyor ekanmi dedilar. Mana. Siz qayerdan buni chalishni o'rgandingiz dedilar. Tilash akam o'rgatganlar. Mana Abdurahmon akamda hozir o'qiyotgan 6 oydan beri murojaatni o'rgandim, mana uni mukammallashtirdim. Yana boshqa kuylar o'rgatdilar, Gulnor degan kuyga o'rgatganlar. Bo'ladi, gunoziy kuylar bo'ladi. O'shalarni chop yurgan paytim 6 oy bo'lgan. Endi musiqa maktabiga kirganman. Yil dedilar, siz uchilishga, Hamza uchilishiga boring dedilar. Imtihon topshirasiz, konkurs bo'ladi dedilar. O'qishga kirasiz dedilar. Nechinchi sinf endi shu vaqtlarda? O'sha endi men 8-sinfda. Shu bilan bordik. Yoz payti iyulda bordik. Haqiqatan tanlab konkurs bilan olinar ekan. 5-6 ta chanchi bo'ldik. O'shalarning ichida bitta o'zim kirib qoldim men. Rubobchilar ham 5-6 ta rubobchi, ularning ichida ham Isroil kirdi xullas. Va 3-yilda Ahmad akamning o'zlarida 4 yil tahsil oldim. Hamza nomida musiqa 3-yil deyiladi. Hozir endi kollej bo'ldi bir. Kollejdan keyin u tarqab yana yo'q bo'lib ketdi ham. Eng konservatoriyaning bazasi edi u. O'sha 3-yil. Konservatoriyaga hamma shogirdlarni yetkazib beradigan baza edi. U yo'q bo'lib ketdi hozir. Endi 4 yil Ahmad akam 3-yilda dars bergan bo'lsalar, undan bitirgandan keyin to'liq diplomni oldikda, shu bilan To'g'ri Jumayev degan domlamiz bo'lardilar. Rahmatli joylari jannatda bo'lsin. Ahmad akamni ham, To'g'ri akamni ham. To'g'ri aka direktor bo'lib qoldilar 3-yilga. Undan keyin bularni ko'tarib filarmoniyaga direktor qilishdi. Bizga dars berardilar o'zbek muzikasidan. Hali odam keyin ko'radi, cholib yuramiz, Isroil ikkalamiz yur dedi. Filarmoniyaga olib ishga joylab qo'ymadi. 72-yili o'zi birinchi kursimiz. Shu bilan filarmoniyaga bordik. Telmon Hasanov Shodlik ansamblining rahbari ekanlar, musiqa rahbari. Xullas ishga joylab qo'ydilar, ishlashni boshladik. Yoz paytida endi imtihonni topshirganmiz. Konservatoriya dokumentlarni. Birdaniga gastrol bo'lib qoldi, shularni olib ketamiz dedi. Biz o'qishga kirishimiz kerak, ulgurib kelasizlar o'qishga dedi. Shu bilan ketdik Farg'onaga. Farg'onada o'sha birinchi borganimizda gastrolda Sheraka ham bor edilar, rahmatli Ahmadjon Shukurov bor edilar. Butun hali eski ustozlar. Poyshi poyezd deb u paytda gastrol bo'lardi. Respublika bo'yicha. Men o'sha yoqqa ketdik, Farg'onadan keyin qaytib kelib konservatoriyaga topshirdikda, muvaffaqiyatli topshirib, a'lo baholarni oldik. Ikkimiz ham kirdik konservatoriyaga. Shunda Ahmad akam hali raspределение paytida Rustam Ne'matov degan domlamiz bor edi, shularga tushib qoldim. Ularda 1-2 oy yurdim xonalarida cholib. Keyin Ahmad akam raspределение noto'g'ri bo'lib qoldi deb, meni o'quvchim bu, to'g'ri men o'qitganman deb qaytarib o'zlariga oldi. O'ziga oldi. Yana 5 yil konservatoriyada Ahmad akamda ta'lim oldim. Bu odamga ancha-muncha kira olmasdi o'zi. Shu vaqtda. Keyin u paytlarda hali sozandalar ham hali chertib domlalar hammasi sanali, mukammal konkurslarni mukammal ustozlar edi hammasi. Albatta. Ahmad akam ham sozanda, ham bastakor edilar-da. Misol uchun o'sha o'qib yurgan paytimizda bir nechta narsalarni обработка qilib, o'zbek xalq kuylaridan, maqomlardan choldirganlar-da bizga o'sha kuylarni. Shu ancha-muncha odam o'zingiz tushunasiz, o'zingiz ham bilasiz, ilmingiz bor. Hali klavir yoza olmasdi. To'g'ri. Klavirni Ahmad akam shunday o'tirib, biz darsimizni bo'sh paytida o'tirib klavirlarni yozib qo'yardilar. Bittasi tayyor. Bittasida chang uchun moslashtirardilar, rubob uchun yo boshqasi moslashtirib, bittasida shunaqa kompozitorlik nimalari, qobiliyati ham juda kuchli edi. Keyin
juda mehnatkash odam dedilar Ahmad akam. Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Mana shu sabab bilan ham shu sohaga kirib, Xudoga shukr, konservatoriyani ham tugatdingiz. tugatgandan keyin shu filarmoniyada Sher akam bilan bir necha yil ishladim. Undan oldin o'sha Shodlik ansamblida ishlagan paytimda barcha ustozlar bilan G'ofur Azimlar bormi? G'ofur Inog'om degan Azim deyman. G'ofur Inog'omov butun ustozlar bilan ishladim. Akbar aka degan odam bo'lardi, ular bilan ishladim. Undan keyin Sher aka 79-yili Andijon filarmoniyasi ochilib, u yoqda o'sha yoqqa ketganlaridan keyin ansamblda o'sha paytida Ziyovuddin Qosimov, Rahmat. Bahodir Said, Xudo rahmat qilsin, Bahodir Saidov Torchi. U ham kuchli juda. Men Dilmurod rahmatli Islomov u ham o'tib ketdi. birga ishlaganmiz o'sha ansamblda. Yig'ilganda bu. Rosa to'plangan edi. Keyin ketib qoldilar Sher aka, shu bilan ansambl Ziyo birga ketdi. Ziyovuddin Andijonga biz qolib ketdik. Dilmurod ham qoldi, men ham qoldim, hali Bahodir akam ham qoldilar. Andijonga borilmadi filarmoniyasiga. Endi shu bilan filarmoniyada ishlab yuribman. Qo'ziyev degan hofizimiz, ular Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Shular ansambl qildilar. Hindcha aytadilar. Hindchalar, hazillar, miniatyuralar qilishardi. Juda alish deb hali Abdufattoh Saidov bilan birga chiqishgan. Shu Sherqo'zi akam ansambliga o'tkazishdi meni. Yetki muzika rahbari qilib o'tkazishdi. Shu bilan yerda ular bilan ishladim. Uni orasida keyin o'qituvchilikni ham tashlamadim. Toshkentdagi o'sha 24-maktabda ishladim, 22-maktabda ishladim, 3-maktabda ishladim. Bular hammasini nimalar rahbarlari bilan juda aloqamiz yaxshi edi. Keyin oxirida Ilyos Temirovich Baxsh degan Chilonzorda muzika maktabi bor. 7-chi Образцовый muzika maktabi edi o'sha paytda. Shu odamning qo'lida ishladim-da, shu bilan orada keyin Tilash akam rahmatli ansambl qilib qoldi televideniyada. O'sha ansamblga taklif qildi, shu bilan u yoqqa o'tdim, u yoqda filarmoniyada ansamblda ishladim. Undan keyin davr taqozosi bilan Andijonga jo'natishdi meni. Shu savolni bermoqchi edim men. Mana Nozim aka endi Andijonda nechinchi yil edi shu bo'lganingiz? 83-84. 83-84dan boshlab juda ko'p yil birga ishlaganmiz Nozim akam bilan. Bu yerda men hozir mana ishlaganlarim juda kuchli sozandalar chiqdi. Men hayron bo'lardim-da, bu intervyu qilishdan maqsad ham qanday shu natijalarga erishdingizki, bu o'zingiz bo'lgani yo'q. Birinchidan mana hozir eshityapman, judayam zabardast ustozlardan dars olganingiz. Mukammal, o'ta mukammal bo'lgan, hozir siz aytgan sozandalar o'zini sohasi bo'yicha bular juda kuchli sozandalar. Tilash akam ham, boshqa ustozlar ham. O'shaning uchun mana sizdan mana ko'p shogirdlar chiqdi. Bu shogirdlarni eslab o'zi yana bir qator aytib o'tasiz. Iltimotda necha marta konkurslarga borgan bo'lsak, boshqalar bitta, ikkita olib borgan bo'lsa, sizda 4 ta, 5 ta, 6 talab hattoki konkursga borganlarni eslayman-da. To'g'ri. Changdan, mana misol uchun dutordan, Nozim akam faqat chang emas. Bu yerda mana o'zi hozir kamtarliklar aytmayaptilar, men qo'shimcha qilaman. Mana misol uchun o changdan mukammal sozanda. Dutordan yana shu hozirgi davrdanmi, o'tgan davrdanmi, qanaqangi bir bu bilan bo'lsam shu dutorni ham shunaqa egallaganki, ustozdan chiqqan dutorchilar ham shu changda qanaqa bo'lsa, shu darajada mukammal bo'lgan. Mana ikkinchi soz bu bo'lsa, uchinchi soz mana kollejda qonundan olib bordingiz, mana changdan olib bordingiz. U yerda inaki tamburdan olib bordingiz. Bir danaga 4 ta asbobni mukammal qilish har kimga ham emas-da. Mana ko'ryapmiz. Mehnat qilganligi uchun shu hurmatlarga, shu mana shu avlilarga ega bo'lyapsiz. Mana endi shuni yetyapman men. Demakki, bu tayda chakana mehnat yo'q. Shu ustoz shogirdlaringiz ham sizdan olganligi uchun ular ham hozir shu
hurmatda yurishibdi. Albatta. Buni tagida juda katta bir ma'no bor. Ha. Men ayrimlarni bilaman, ko'plari mana so'rab turadi, Andijonda boshqa yerda. Ustoz yaxshimi? Nozim aka bilan ko'rishtirsizmi? Ha, rahmat, deb rahmat. sizni salomatchilik so'raydi, oilaviy nimalarni so'raydi, yaxshi yuribdimi, hammasi tinchmi deyishadi. Mana mehnatni rohati mana shu yerda o'zi. Albatta. Birov so'rash ham juda katta narsa o'zi aslida. Yuragida qolganligi uchun, sizni ustozni hurmat qilganligi uchun shu ularda yuragida qolgansiz. Rahmat, rahmat. Shu o'sha shogirdlaringiz, mana misol uchun mana u internatimizda Tolibjon Sodiqov, albatta. u yerda necha yil ishladik birga, kollejda birga. Mana shular to'g'risida ham ozgina eslab o'taylik. Bo'pti. Endi bu yerdan jo'natishgandan keyin men to'g'ri o'sha paytda internatimizda Tolibjon Sodiqov nomidagi internat bor. Xuddi mana Toshkentda Giler nomidagi maktabimiz bor-ku, muzika internat. Shunga o'xshagan Tolibjon Sodiqov nomidagi internat bor ekan, muzika sohasi bo'yicha. Shu yerga taklif qilishdi. U yerda meni bir qadrdon oshnam bor edi. Rahmatli joylari jannatda bo'lsin. Karimov nima edi otlari? Akbar aka. Akbar Ali bilan yaqinda o'tib qoldi bu odam. Xudo rahmat qilsin, eshitdim o'tganlar. O'qigan ekansizlar, ko'p. Birga bitta kursda o'qiganmiz, primat rubobda o'qiganmiz. Primat. Konservatoriya. Juda zo'r odam edi. Tilla odam edi. Juda ham. Lekin zo'r sozanda edi-da. Inson sifatida ham zo'r edi bu odam. Zo'r odam edi. Alloh rahmat Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Shu oshnam ishlayotganlar u yerda. O'sha paytda endi biz o'qib yurgan paytimizda bu yerda Murodilla va Maqsud opa degan changchi opamiz bo'lardi. Shu opamiz bilan bitta Ahmad akamda bitta sinfda o'qiganmiz-da. Botirova keyin Botirova bo'lgan keyin. Keyin bo'lgan. Otajon aka chiqqan. Qizli familiyalari Murodilla. O'qigan vaqtda. O'qigan. O'sha Murodilla va Maqsud opa internatga direktor bo'lib qolgan ekanmi? O'sha davrda bo'lgan. Direktor paytida dekretga chiqib direktorlik vazifasini bajarib yurgan ekan Akbar Ali Karimov. Vaqtinchalik yo'q, bajarar, to'g'ri. O'sha paytda borib qolibman-da. 80da atroflarda bo'lsa kerak bu, va 80. Yo'q, 83 84 bo'lsa kerak. Shu 83 menimcha. Shu bilan keyin o'sha yoqqa taklif qilishdimi? Bordim. Borsam endi hurmat bilan kutishib oldi meni, baraka topsin. Darrov keyin o'quvchilarni onani olasiz, manoni olasiz qilib 5-6 tasini to'plash berdi. Yanvar oyida borganman bo'lmasa. Yanvarda qanaqa nima tuzish mumkin haligi. Hammaga raspredeliy bo'lgan o'quvchilar bo'lganligi uchun sizga bolalarni ilinishib bergan. Shu bolalardan qarang. Sayfiddinova Yanvarxon degan qizim bor edi. Hozir как раз Andijonda universitetda ishlayapti. Sayfiddinova, keyin Boltaboyeva degan qizim bor edi. U Mamajonova degan qizim bor edi. O'sha Mamajonovani internatda hayotida birinchi bo'lib konkursga hech kim hali olib bormagan ekan, respublika ko'rigiga. O'sha vaqtda birinchi o'sha qizni men olib kelganman Toshkentga. Konkursda Gilerda bo'lgan. Giler internatida 88-yili olib kelganman. O'sha paytda hali o'quvchilaringiz dedingiz-ku, Yanvarxon, Diloram degan qizim bor edi. U O'shda teatrda ishlab, hozir pensiyaga chiqib, nevaralarni boqib o'tiribdi ekan. Telefon qilib turadi u qiz. Yana bittasi bor edi. Diloramni Alimova degan Diloram qizim bor edi. U ham nihoyatda kuchli. Juda yaxshi changchi qizim. U konservatoriyani bitirib, Farg'onadagi bilim yurtida hozir kollejda ishlaydi qizim ham. U ham telefon qilib turadi menga. Toshkentda Sher akamga Gulbadanmi go'zal Gulbadanlarni hali bastalagan yigit Nodirbek Umarov Changda menda o'qigan. U ham yuksak shu darajada bergan sozim. Bu Nodirbek shunaqa ediki, esingizda bo'lsa bilasizmi, bilmaysizmi? Uyga o'sha Andijon rayonidagi hokimlar ham tanirdi Nodirbek. Dadasi sozim usiz hozir. Dadalari ustozoda To'lqin akam edi. To'lqin akam o'zlari olib berganlar menga 4-klassda Nodirbekni. Mana shuni o'qitib berasiz.
Shu bilan u bola meni skoriy помощнийdi internetda. Shu Uyqudan uyg'otib turib cholib bering desa bexato zo'r keyin toza cholardi, tiniq cholardi. Yo, Xudo bergan edi. Xudo bergan. Mana hozirgacha shu bola mana Nodirbek Umarov Bu nomer 1 hozir aranjirovkachi hozir. o'sha aytyapman-ku. Juda kuchli. Juda kuchli. Keyin rosa ham qobiliyatli bola edi. Mana shu notani oldiga qo'yib, bir ikki o'rgatib qo'ysa, birdasta chop qo'yardi. Yoqa oladi shu. Cholardi. Keyin undan tashqari yana hali Halima Diloram ham shunaqa o'tkir edi. Yanvarxon universitetda ishlaydi. Halima 3 yil ishi Farg'onada. Nima Diloram O'rinboyev ham O'shda ishlagan. Nodirbek Toshkentda hozir. Undan tashqari o'sha internetda ishlab yurgan paytimda yo internet emas ekan, 3 yil ishladim. Internetda 13 yil ishladim. Kollejga o'tkazish bordi. Kollejga o'tib, kollejda ham 13 yil ishladim. Bu yerda ham 13 yil to'g'ri. Birga ishlaydi o'tgan paytim. Billa ishladim, bu yerda billa ishlagan. O'tgan paytim 3 yil ishlaydi. Keyin kollej bo'ldi. Keyin kollej bo'ldi. O'sha 3 yil ishi 4 yilga 3 yil o'tdimi ekan shunaqa. Shunaqa bo'ldi. 4 yillikda o'qiganlardan G'oppoda Gulnoza degan qizim, keyin Rahima Mamedova degan qizim, yana nimalik bor edi. Madaniyat tomonda ham bitta qiz bor edimi? Madaniyatli Alimova Dilorom. Alimova, u ham nohayot yaxshi chanchi bo'lgan. yaxshi chanchida. Osiyo degan dutorchi qizim. Ha, dutorchi. Keyin yana bir bola tamburda shug'ullanib yurardi. Biz o'sha kollejdagi bir opani o'g'illari edi. Voy baland. Nima hozir anaqa. Tamburda chaladi, yaxshi chalardi shu bola hamchi. Sizda o'qigan. Madaniyat institutlarini bitirib, Andijonga ketib, o'sha Andijonda ishlab yuribdi u bola. Niyali Dilnoza degan nima G'oppor Dostonbekning qizi G'oppor va Dilnoza. U ham kuchli chanchi juda ham. U an'anaviy ijro bo'yicha Kuriyda Yunus Rajabiy nomidagi 3 yillar internetaro konkurs bo'lardi-yu. Shu konkursda 3-o'rin olgan. O'sha G'opporova qizim. Osiyo qizim ham 3-o'rin dutorda, unisi changda bunisi olgan. Keyin 90-yili Mamedova degan qizim juda o'tkir qiz edi u. Xuddi Nodirbekga o'xshagan bittada choladigan qiz edi-da. O'sha qizim ham bor edi. Endi hozir hammasi turmushga chiqib, ko'proq qayerdadir ishlashyapti lekin. O'shalar so'rab turadi-da. Rahmat, siz deydi Nozim aka bilan ko'rishyapsiz. Nodirbek ayniqsa, Diloram Alimova, Diloram O'rinboyeva, Yanvarxonim qizlarim bor. Shular o'qituvchilar kunida albatta yo oldin, yo o'sha kun telefon qilib tabriklab kelishib ketganlari ham bo'ldi. Nodirbek yo'qlab turadi meni, Nodirbek. Juda ulug' gap. Telefon qilib turadi Nodirbek. Nima Diloram Alimova bir qaysi yil edi konkursga kelishganda kelib ashaddan xursand bo'lib, men sizda shu o'qib shunchalik darajaga yetdim deb minnatdorchilik bildirib, butun konservatoriya domlalarning ichida gapirib to'n yopib ketdi ustimga. Xijolat qildingiz meni, unaqa qilmang Diloram desam, men nima deyapsiz? O'zi erishilmayapti, Nozim aka, buni tayda chakada mehnat yotibdimi? Bitta sozandani tarbiyalab, uni chiqarib, o'qitib, elga qo'shib, tanitib, shu o'zini joyiga qo'yish bu ustozning juda katta bu yerda mehnat yotibdi. Albatta. Ular endi ustoz ham har xil. Mana misol uchun o'sha siz hozir aytib o'tgan, men endi ko'p davom ettirishim mumkin bu hozirgi siz aytilgan sozandalarda. Bularni men qanday shu darajaga yetkazasiz, mana shu savolga javob berdingizki, demak buni tayda katta mehnat. Mehnat. Juda mehnatkash edi. Hamma o'qish kerak. O'quvchilarim ham, bilimi ham yaxshi, teoretik odobi ham zo'r. Odobni endi qo'yaverasiz. Chunki hali qush uyasida ko'radi deydi-yu. Ko'rib qiladi, uyasida ko'rganini qiladi deb. O'sha paytda
domlalarimiz hammasi juda mehrli, oqibatli, Albatta. judayam haligi halim deymizmi? Ha. Birovga qattiq gapirgan emasda, biz bilan ishlagan domlalarimiz yo birga ishlagan sozanda ulfatlarimiz boshqa hech qaysidan bir yomon gap chiqmagan, yomon muomala qilmaganda. To'g'ri. Shuning uchun yopishib kelavergan. Men bir narsaga hayron qolamanki, bitta sozanda, mukammal sozanda bo'lish uchun bir necha ustozlardan qaysi tomonni olish kerak. Albatta. Mana biz ham mana hozir 70 ga yaqinlashib qolgan bo'lsak, bugungi kunga to'g'ri Nozim akamiz ustoz deb bilamiz. Rahmat. Nozim akamdan ko'p narsani o'rganamiz. Tushunmagan yerimiz so'raymiz kelib. Rahmat. Nozim aka, mana shu yerda biz tushunmayapmiz, bizga tushuntirdi. Bugungi kunga to'g'ri bizga tushuntiradi. Aka, sizga katta rahmat. Negaki sizdagi sozandalar bugungi eng zarur sozandalar. Rahmat. Negaki shuncha yil ishlab, shu joylarda shuncha shogirdlarni chiqarib, uni joy-joy qo'yib, elga qo'shib, oliy ma'lumotli qilib, bularni kerak bo'lsa baxtli saodatli qilib, bir nima qilib yo'lga qo'yishingizda sizning mehnatingiz juda katta. Biz Andijon oblasiga, qolaversa boshqa mana Toshkentdan, boshqa yerdan, O'zbekistonda qayerga borsak, faqat sizni so'rashadi. Rahmat. Nozim akam yaxshimi? Tuzingmi? Sog'ligi yaxshimi? Ha, yaxshi deyman. Telefonda gaplashib turamiz. Manaqa Toshkentga bir ish bilan kelsak, albatta ko'rishamiz. Manaqaga bir suhbatlar qilib turamiz. Lekin shu bilan biz sizlar qilgan ishlaringizdan xursandmiz aka. Salomat bo'ling, tinch bo'ling. Oilangiz baxtiga, Rahmat. bizni baxtimizga, san'at shinavandalarining baxtiga doimo salomat bo'ling aka. Endi mana shu kelajak sozandalarga bitta duo qiling. Ular ham hech bo'lmaganda sizlarga, siz shogirdlaringizga bo'lsin. Ilohim Qani aka. hammalariga insof bersin, hammalarining omadini bersin. Illa og'ziga tushib falonchi degan nomlarga ega bo'lishsin, yaxshi unvonlarga ega bo'lishsin. Hammalari umrlari, rizqlari baland bo'lsin. Barchalar qo'shganlarini qo'sha qarishsin. Uylanmaganlarga yaxshi joylardan ato qilsin. Yerga chiqmaganlarga yaxshi kuyovlar Ilohim ato qilsin. Amin. O'shalarning duosini qilib yurishlikka nasib qilsin. Hammamiz qatorimizdan xato bo'lmasdan uzoq yillar mana shunaqa ko'rishib yurishlikka nasib qilsin.